Yana Hujun, Xalq klubi rahbari o'rinbosari va kongressmenning o'g'li. Yaqinda u AQShning global qochqinlari harakatiga yordam berish uchun chaqirtirildi. Bizning maktabda shunday narsa bo'ldimi? Kim nimasan? Salom, men birinchi guruhda Yugayo'man. Xo'sh, yaqinda ziyofatda uchrashgandik. Otangizning ahvoli yaxshimi? Bo'lishi mumkin emas. Sen uni taniysanmi? Yo'q. Ha, bekorga hayron qoldim. Axir u Xayva klubi rahbari o'rinbosari bo'lsa, men ham ko'ngilli bo'lmoqchi edim. Shunga volontyorlikka meni ham chaqirasizmi? Siz Jihon bo'lsangiz kerak. Keyingi safar yana ko'rishamiz. Qoyil, hatto seni ikkinchi guruh talabalari ham bilishadi. Sen juda mashhursan. Voy, bu avtobusdagi qiz emasmi? Qaysi? Sen rad etganchi? Kechirasiz. Keyingi safar qaytarib berishadi bilan menga to'lay olasizmi? U bizga e'tibor bermadi. O'z ishingni qil. Nima uchun qizlar Shinjixonni shunchalar yaxshi ko'rishadi? Uning xarakteri yaxshiga o'xshamaydi. Ko'rmisan? Axir u Enugu kabi chiroyli bo'lmasligi mumkin, lekin u ro'yxatda. Mening yigitim ancha yaxshi. Voy, sening yigiting bormi? O'xshamaydi-ku. Voy, yaramas qiz. Sen juda ayyor ekansan. Hoy, maktabdan keyin nima qilyapsan? Vaqting bormi? Nimaga? Mening ishlarimni qilib berishingni so'ramoqchi edim. Shoshilinch narsa paydo bo'ldi. Nima deysan, Huguki? Nega men sening ishingni qilishim kerak? Boshqa bu narsani xohlamayman. Xo'sh, rozimisan? Ha, albatta. Mayli, men boraman. Keyingi safar bunday narsa qilmayman. Salom. Salom, Huguki. Jainlu, Astro guruhining rahbari. Voy, keldingizmi? Voy, salom. Oradan ancha vaqt o'tdi. Safardan kelib to'g'ri shu yerga keldim. Voy, rostdanmi? Oho, endi shu yerdami? Men sen uchun tovuq qo'raman. Endi u ovqatlanishdan oldin bularning bir nechtasiga dastxat qo'yib ber. Men 100 ta imzo qo'yaman. Mana buni Inuga ber. Tovuq shu yerda. Mana ichish uchun narsa. Bilasizmi, siz juda mashhursiz. Sinfdoshim sizning xotiningiz bo'lishni xohlar ekan. Shuning uchun men unga siz haqingizni aytib bersam bo'ladimi? Yo'q. Ha, to'g'ri. Bu sinfdoshing Dokhi uchun. U tanishuv bilan band. Tanishuv? Sening yigiting bormi? Nega endi men Junguni ko'rmayapman? Menimcha u band. Endi ilgaringizni tugatingizmi? Ha, men bosh vaqtimda endi senga kelaman. Endi aka mening birinchi sevgim bo'lishi mumkin. U yana kalta ketdi. U har doim urushadi. Qo'y, qochib tur yo'ldan. Men hojatxonaga chiqim kelyapti. Qachon qaytingiz? Senga nima bo'ldi? Huguki, nima qilding? Yo'q, hech qisi yo'q. Menga hech narsa bo'lmadi. Uni urishma. Biroz suv ichib ol. Shu tariqa mening birinchi sevgim boshlanmasdan tugadi. Jonvo birinchi kuning qanday o'tdi? Nega u mening xabarlarimga e'tibor bermayapti? Voy, u profil rasmini o'zgartirdi.